Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda biz Kayasanga keldik. Hikingga. Mana orqada shunchakilar. Mana yerda mana hamma shu yerda. Sizlarga bugun shuni ko'rsatib boraman. Qiziqarli video bo'ladi deb o'ylayman. Hozir soat 5:30-6 ga qarab ketyapti. Havo просто Xo'p, biz hikingni boshladik. Jamoa shu yerda. Bitta parnik bor ekan. Qushlarning ovozi. Hozir kayfiyat 100. Yo bosdik. Tog'dan chiqib chiqmasa hisoblanadi. Oh, просто. Wow. Mana kadr. Mana xaritasi. Kayasanni. Gullagan daraxtlar. Bu yerda mehmonxona, boshqa hamma narsa bor ekan xullas. Men bu yerdan chiqib turib aka. Menga tegmadigan ishdan boshqa nima qilamiz? Orqada ham bor. Biz chiqib ketyapmiz. Nereali emotsiya. Charchagan oyoqlar. O'zi hech qancha chiqmadik. Oyoq charchab qoldi. Qabrlar ko'payapti. Qabrlar ko'payapti. Bitta qabr bor ekan. Sayhat. Ochibroq ekan. Manzaram boshqacha. Hozir chiqib qoldikmi o'zi? Qanchalar? Ketdi da. Let's go. Joyingizga keling. Ha? Joy. Tamam, tamam. Oo. Вообще mi? Bu qishloq, u tepalikdagini ko'ryapsizlarmi? Agorod qilib qo'yganini. Tushmangsiz, ashta turing. Bizni Screenshot qilinglar. quyosh chiqmayapti ama. Orzulariga erishdi deb o'rtatmiz. Wow. This is beautiful. Yeah. Yo'q, pullik emas. Uzoq anu 2 kunlik tahlillardan keyin yapasan-da. Oshazga aytqan. Zamoyamiz. Dam. Suv ichib. Super. Pullik anu ongami? Ketyapmiz. Hiking yaxshi ketyapti. Deyarli menimcha cho'qqiga chiqib kelamiz. Birinchi cho'qqiga ko'ramiz bu yoqni. Manzara hamdagi qushlarning sayrashini eshityapsizlar. Shunday bo'lyapti. Shunaqa davom etamiz.
Wow. Başıyor. Juda güzel. Bitta tosh rangli. Chiqib chiqqan. Mana. Yo. Atasini. Nimasi? O'tish. Toshlardagi bir-biriga turganlar. Ayrimlardan oldinga chiqib ketdim. Ayrimlardan orqadaman. Bitta o'zim. Buraya 3 kilometre yürümüz. Bir yet kaptı. Endi yarım yürümüz. Bir daha çok iyi. Ne diyeyim yap? Şimdi o'zimni borib ketmoqda Tarzanday his qilyapman shu. Biz shuna joqqa chiqdik. Общий bir tushmaymizmi? Общий. Tushamiz. Birinchi oldi dam olib. Ne to'xtanglar, Yo'lda davom etyapmiz. Hali yo'limiz tugamadi. Bitta cho'qqiga chiqmadik. Juda qiyin ekan. 3 kilometr. Hozir 0.4mi 0.3 qoldi. Borishimiz 300 metrcha qoldi. Kilometrcha. Metrcha deyman. Ashaqa qolay. Sekin ketyapmiz. Aytdagi boshqacha mana. Oyoq tugadi ama. Oyoq endi boshqa masala. Oyoqqa dam berishga endi bir oylik. Endi boshlandi o'yin. Endi boshladik degandi. Xo'p. Biz ko'ramizki Sosongjiga kelibmiz. Sosongji. Mana shu Sosongji. Endi Sangwangpoga o'tib 1-4 kilometr Chilpulbong 1-2 yo'rigan. 3 kilometr yurib kelamiz. Hop do'stlar, biz bulutlardan ham balandga chiqdik. Bu yerda bulutlar. Biz hop 857 metr tepalikda 340 kilometr yurdik. 340 minutda 4 soat yarim. Bu tarafda ham bulutlar ko'rinyapti. Elektrisite ishlaydiganlar yo'q. Hech zinalar tugamayapti. Zinalar chiqayotimiz zina yo'q, tugamaydi. Qo'yi ham turibdi tagida, daraxt ham turibdi. Bunaqa. Bunimi? Zinalar qachon tugagan? Zinalar Ko'pabanda bor, ana shu multni eslatib yubordim. Chiqqan. Bence tugamaydi. Ko'rganda telefon ko'rmaydi. Hop, biz deyarli yetib keldik. Oxirgi zinalar. 20 ta 30 ta zina qoldi. Keldik. Oxirgi mara. Biz o'qiydigan vaziyatda keldik. Biz keldik. O'tirishdi. O'tirishdi. Biz geldik. Hatta çok. Keyin chiqamiz. Dam olaylik. Gaz beryapti. Aka to'xtamay Biz keldi. to'g'imiz ustida. Yuri ekan to'xtadi. Mana shu yerda. Chiqamiz.
Ana shu yerga yotdik-da. 1 soat yotimiz. 1,5 böyle. Akalar uxlab. Başlagan manzarada yotdimizda. Yomon bo'ldi miya. Uyg'onib oldik. Endi cho'qqiga chiqib borib Qayoqqa ishonib rasmiy tushib kelgan cho'qqiga. 1 gram ishonmaydi. Jahongir. Ketdingmi nega? Tushaylik mana. Biz ana shu joyni topdik. Ana shu tosh 1433 metr. Ana shunga keldik. Jahongir taassurotlar. Taassurotlar. Uyqudan turib. Kim olib ketaverdi? Yetersan nima? Tahu-tahu kaisa?